Ana o'zimizning qishloq ham ko'rinyapti. Men qishloqqa borishim kerak. Salom do'stlar, men sizlar bilan bugun Artur emas, Mark bo'laman do'stlar. Bugun biz sizlar bilan maza qilib Minecraft o'yinida o'z sarguzashtlarimizni olib boramiz. Hozir bu yerga mashinani qo'yib olishim kerak. Xo'p, men politsiyachi mashinasini minib keldim. Chunki Muhammad Ali degan sherigamma mashinasi bu. Xo'p, endi men uyimga kirib chiqay. Nimalarim bor? Yerim bor ekan, bir stak. Pullarim. Hop, mana ochib ko'raylik. Men bu yerdan bir ikki narsani olishim kerak. Bu yerni ham ochib olamiz. Pullarim joyida. Endi boy bo'lisham, zodagon bo'lisham qiyin do'stlar. Hop, endi men kompyuterimda jicha narsa o'ynab olay. Kompyuterimdan qancha hali Minecraft ortmagan edim-ku. Hop, endi biz bu yerda nima bor? Boqam yo'q ekan. Bu yerda-chi topor narsalarim bor ekan. Qishloqqa ham menga aytgan edi. Uyimni ta'mirlab ber deb. Men hozir ana u Gadayevachchaning uyini ta'mirlashga borishim kerak. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Keldingmi? Yaxshi, keldim. Nima qilish kerak? Uyingni ta'mirlab berishim kerakmi-da? Albatta, uyimni tezroq ta'mirlab bersang menga ham yaxshi bo'lar edi. Bo'pti. Unda sen Gadayevachcha narsalaring qani? Yo'q, senga qarab gapir, o'zingsan Gadayevachcha. Bo'ldi, hazillashdim. Qani uyingdagi narsalar? Uyimning ichida sanduqda turibdi. Bo'pti, men hozir kirib ishni boshlayman. Tezroq qil. Bo'pti dedim-ku. Bu jitlarga gap ham tushuntirib bo'lmaydi do'stlar. Ko'raylikchi, nimalar bor ekan. O'zinglarcha bo'yib ketiblar. Mana bu stakdagi pul menga bo'lish kerak. Oldin ishni qilib olamiz. Toporlar. Mana bu uyning ichiga bo'lish kerak. Asosiy uyning ichiga yog'och ishlatiladi. Hop. Uyning ichiga yog'och ishlatilishini men juda yaxshi bilaman, chunki men axir o'zim uy qurib yurgan bola bo'lsam, to'g'rimi? Albatta. Hop, o'zinglardan nima gap do'stlar? Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Pullaringlar ko'pmi, boyliginglar ko'pmi? Agarcha pulinglar ko'payib ketgan bo'lsa, pul menga beraveringlar. O'zim ishlatib qo'yaman oxirigacha. Hop. Mana bularni olamiz va bularni olib o'zimiz ishlatishimiz kerak do'stlar. Hop. Mana ularni olamizda. Mana hop, uy issiq bo'lishi kerak do'stlar. Uy issiq bo'lsa yaxshi bo'ladi do'stlar. Uyimiz doimo issiq bo'lishi kerak va zo'r holatda turadi do'stlar. Hop, bu yerni ham yangi qo'yamiz. Bularni olib tashlaymiz va bu yerga ham bularni qo'ysak zo'r bo'ladi. Shunday. Nima qilyapsan? Uyimni ta'mirlayapman. Unda tezroq bo'l. Hop, do'stlar, uyini ta'mirlashimiz kerak. Bu menga uyini ta'mirlatmasin ekan. Ishqib, uyini ta'mirlatgandan keyin men boyman deb yurmaysan ko'chada. Ishlaydimi? Men zo'rman. Hozirdan zodagon yaramaschi. Hali yana bu bola uni ustiga. Men o'zim o'qitib katta qilganman-ya buni. Tavba qildim. Nima deyapsan o'zing to'g'ri gapir. Nima deyman? To'g'risini aytyapman-da. Hammaga sir bilan aytaversanmi? Aytaman. Aytaman-da. Aytaman dedim, aytaman. Sen bo'lmasa pulini berasan. 30 stak emas, 1 stak dollar berasan. Bo'pti, sanduqdagi hammasini bag'asini aytma. Bo'ldi, gapga kelishdik. Bo'pti. Tezroq ish qil. Menga buyurma, aytaveraman. Bo'pti. Ko'rasizlar, men bular hammasini sirini bilaman-da. Sirini bilmayman. O'chara o'zingni. Bu yerda bu
Bu qolib ketgandi. Bu qolib ketgandi. Bu qolib ketgandi. Bularni o'rnatamiz. Shularni o'rnatib qo'ysak, qishlog'imiz juda ham chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa darmekni chiroyli ko'rinadi. O'zingni nima deyapsan? Ha, to'g'ri-da, darmaysan. Ota-ona puliga yashaysan hali ham. Jitilni ota-onasi bo'lmaydi. Ahmoqmisan, ne? Farosat. Ha, bu qalay bo'ldi uy? Oxirigacha bo'lmaydi-yu, oxirigacha qil. Hozir latta. O'zingsan latta. Hop. Endi 8 ta bo'lgan bo'lsa, men o'zim uyimda verstak bor edi menimcha. Bormidi? Qansan verstakcha? Xo'p do'stlar, mana biz bular tayyorlab oldik. Xo'p do'stlar, mana bu yerlarni albatta tekislab zo'r qilib olamiz. Agar men video olayotganimda noxush ovozlar kelayotgan bo'lsa, bu mikrofonning xatoligi do'stlar. Xo'p do'stlar, mana bular mana bu endi eshiklarni o'rnatishimiz kerak do'stlar. Eshiklarni o'rnatib olsak, endi zo'r bo'ladi. Uying qalay chiqyapti, Jitil? Sendan zo'rosini chiqargan, sen zo'rsan. Ha, bo'pti-da. Xo'p, endi bu yerga buni qo'yib olsak, uyga vechin tayyor deya olmayman-ku, lekin hammasi yaxshi deb ham bo'lmaydi. O'zini qolgan narsalarni sanduqiga solib qo'yamiz. Bu qani tushmayaptimi? Bularni buni va yana bularni solib qo'yamiz. Xo'p, endi kompyuter xonasini ham qilib bersam, bu gadayvachchaning ishidan hozir qutulaman. Xo'p, bu yerda kompyuterda o'tiraman deganday qilgan edi. Demak, bu yerda o'tirsa, yo'q, bu yerda o'tirmaydi. Bugundan boshlab bu yerda o'tiradi. Nimagaki kompyuter o'ynashiga juda xalaq bersa kerak-ku. Xo'p, xalaq bersa ham o'ziga. Bularni narsa qilamizda, bu yerga stolini qo'yamiz. G'alati bo'lib qolmadimi stoli? Ichini g'alati bo'lib qoldi. Xo'p, g'alati bo'lib qoldi-ku. Mayli. Mana bunday bo'lsa, qo'yamiz. Chotki chiqdi. Keys bu yerda bo'lsa, kompyuter bu yerda bo'lsa, bu yerda bo'lsa chotki. Endi o'ziga ham juda yoqadi menimcha. Xo'p, buni bu yerda ikkitadan qo'yamiz. O'zimnikiga o'xshatib, bu yerda ortib qolgan buyumlarini, bularni va yana bularni va buni qo'yib qo'yamiz. Pullar qani? Pul qani qizim? Pul yo'qoldi do'stlar. Pul o'g'irlashdi yaramaslar. Ya men uyga qo'yib chiqdim pulni. Ha, pulni uyga qo'yib chiqdim. Mana, demak o'zimda yo'qmi? Pul uyimda. Ana endi Jitilga aytish kerak, uying tayyor deb. Qani? Seni uying tayyor bo'ldi. Ana endi meni pulimni oldim. Unda yaxshi. Ishni bitirgan bo'lsangiz zo'r. Ha, bo'ldi do'stlar, biz ham endi ishni bitirdik. Endi maza qilib kompyuterimizni o'ynaymiz.